bitta kirsangiz, televizoringizni mana shunaqa o'g'lingiz urib sindirib turibdi-da. Aka sizga televizor kerak, bilaman, lekin aynan hozir televizor oladigan payti. Chunki hech qachon bunaqa arzonga tushib ketmagan televizorlar narxi. Aynan sodda onlayn texnika bozorida 20% dan 40% gacha televizorlar narxi tushib ketgan. Qanaqa brendlar? Hisense, TCL, LG, Samsung xohlagan brendingizni topa olasiz, ham skidka narxlarda. Skidka ham bo'lib qanaqa skidka? Katta skidkalar. O 40 talik deysizmi, 55, 65, 100 talik televizorlargacha narxi tushib ketgan. Kompaniyalar konkurensiya shunaqa darajada kuchayib ketdiki, hamma narxini tushirishni boshladi va bundan siz foydalanib qoladigan joyingiz aka. Nima brend kerak, nechtalik televizor kerak? Pastda nomer yozib qoldiramiz. Telefon qiling, bizani sotuv mutaxassislarimiz sizga qaysi birini ko'rinishi qanaqa, rasmi qanaqa, narxi qanaqa, hammasini batafsil ma'lumotlar berisha oladi. Agar hozir olmasangiz, juda ham katta pul yutqizasiz. Agar hozir oladigan bo'lsangiz, o'rta hisobda bitta televizor sizga bonusga tushiradi. Ikkita televizor olmoqchi bo'lsangiz, uchinchisi bonusga tushib ketaveradi. Shunaqa darajadagi arzon. Telefon qiling, gaplashing, o'zingiz amin bo'lasiz aka.